Birisi borlar uchun siz. Birinchi makiyajimni sherbet balimda o'chirib tashlashim kerak. Yuvib tashlaymiz. Cho'chib ketmanglar. Penkasini ishlatamiz. Yap-yangi. Strukturasi ajoyib ekan buni. Ozgina suv kerak. Suv bilan ko'pirtirib olamiz. Yog'lanadigan zonalarda ishqalab yuvib tashlaymiz. Salfetkada artib olamiz. Tonerini ishlatamiz, namlantirib beradi. Yuzimizni yaxshilab namlantirib oldik. Keyingi etap uxotlarga yuzimizni tayyorlab beradi. Ampula. Bitta tomchisini o'zi yetadi. Yaxshilab yuzimizga surib oldik. Yuzdagi yog' balansini to'g'rilab beradi. Ortiqcha yog'lanish yoki qurishish bo'lmaydi. Oxirgisi krem. Kiravering. Kremi ugri chiqishini oldini oladi va chiqqan ugrilarni davolab beradi, ya'ni quritib berishga yordam beradi. Hammasini surib turib, uxlasanglar ham bo'ladi. Yuzimiz srazu shunaqa nafas oladi, svejist bor, maza qiladi. Lekin bu ugrilarga qarshi, toshmalarga qarshi bo'lgani bilan chuvствительный yuzlarga ham to'g'ri keladigan set. Bu mini set, o'zingizlar bilan chet elga ham olib chiqsanglar bo'ladi.